Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda o'quvchilarni sefir imtihoniga tayyorlanishda yo'l qo'yadigan eng katta xatolardan biri haqida gapirib bermoqchiman va ana shu xatoni qanday to'g'rilash bo'yicha ko'rsatmalar bermoqchiman. Demak, o'quvchilar imtihonga tayyorlanishda yo'l qo'yadigan eng katta xatosi bu ko'proq reseptiv ko'nikmalarga e'tibor berish. Reseptiv ko'nikmalar bu listening bilan reading, ya'ni ana shu ikkita qismga juda ham ko'p e'tibor beradi. Asosan mana shu aksariyat vaqtini test ishlash bilan o'tkazadi va ko'pincha writing bilan speaking chetda qolib ketadi e'tibordan va kam vaqt ajratiladi va shunaqangi holatlar bo'ladiki, ko'pincha kuzatiladigan holat o'quvchi imtihonga kirganda birinchi marta o'sha speaking gapiradi. Keyin birinchi marta essay yozadi. Mana shu juda ham yomon holat. Albatta imtihonga kirishdan oldin essay haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. Speaking savollari haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. Ularni practice qilish kerak va bu orqali o'z balini yuqoriga ko'tarishi mumkin bo'ladi. Umuman olganda ana shu B2 yoki C1 olish taqdiringizni hal qiladigan, sertifikat taqdirini hal qiladigan sectionlar qaysi deb menga savol berishsa, men qo'rqmasdan bu writing bilan speaking deya olaman, chunki listening bilan reading dan oladigan ballaringiz deyarli bir xil chiqadi ko'pincha. Ya'ni misol uchun deylik, topshirdingiz birinchi marta, topshirganingizda birinchi marta 60 oldingiz va yana qayta topshirasiz. Mana qayta topshirganlar videoni ko'rayotgan o'quvchilar meni fikrimni tasdiqlashi mumkin. Bir oydan keyin katta tayyorgarliksiz topshirasiz, yana o'sha 60 atrofida 61 chiqishi mumkin, 59 chiqishi mumkin, 58 chiqishi mumkin. Ya'ni unchalik katta o'zgarish bo'lmaydi. Ana shu diapazon atrofida aylanib yuraveradi. Bali, chunki bu endi o'zi katta mavzu. Hozir buni qisqagina sababini tushuntirib beraman. Chunki listening readingdan balingizni oshirishingiz uchun siz birinchi o'rinda general Englishingizni yaxshilashingiz kerak. Endi bu o'zi albatta katta mavzu, boshqa video haqida gapiraman. Bunda asosan bugungi videomizni urg'usi, e'tibori aynan speaking qismiga qaratilgan va nima uchun speakingdan ko'proq tayyorlanish kerak, nima uchun mana shunga ko'proq e'tibor berish kerak, shu haqida gapirib o'tmoqchiman. Va speaking qismidan nima uchun ko'proq tayyorlanish kerak? Chunki speakingdan savollar oldindan ma'lum. Boshqa hech qaysi sectionda bunaqa imkoniyat yo'q. Listeningda ham, readingda ham, writingda ham siz oldindan qanday savollar tushishini bilmaysiz. Lekin speakingdan siz taxminan qanday savollar tushishini bilasiz. Nima uchun? Chunki biz oldingi o'quvchilar mana yillar davomida topshirib kelishyapti, ularni savollarini yig'ib kelganmiz va ularni savollarini joylaganmiz ilovamizga. Ana shu ilovadagi savollardan tayyorlanadigan bo'lsangiz, ko'pincha mana shu savollar takrorlanadi. Aksariyat holatlarda, 95% holatlarda desam adashmagan bo'laman, qayta beriladi o'sha savollar. Mana bilamizki, IELTS Speaking Application degan ilova bor. IELTSdan topshirganlar biladi va ana shu savollar takrorlanadi. Ana shu savollarga tayyorlanib ko'pincha o'quvchilar speaking qismidan yuqori ball olishadi. Xuddi shunday imkoniyat multi-level imtihonda ham bor, chunki ular har safar yangi savol tuzish imkoniyati yo'q. Savollar soni cheklangan va mana shu savollarni biz yiqqanmiz va ularga model answerlar ham berganmiz. Ilovamizda, Time School ilovasida bu haqda biroz keyinroq va mana shu xulosamiz shu bo'lish kerakki, ya'ni agar siz speaking qismiga ko'proq e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'proq mana shu savollar bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, albatta sizga ham qayta tushishi mumkin va siz birdaniga yuqori ball olishingiz mumkin. Misol uchun siz darajangiz o'zi aslida B2 darajasida, lekin siz zo'r tayyorlandingiz o'sha savollarga va omadingiz kelib o'sha savollar tushib qoldi va siz o'sha ballingizni, misol uchun B2 ballingizni C1 ga olib chiqa olishingiz mumkin. Aynan speakingda tushgan savollarga tayyorgarlik ko'rganingiz sababli. Shunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Ya'ni imtihondan oldin tayyorlangan savollarga va o'quvchiga xuddi shu savollar tushgan, bemalol xotirjam gapirib chiqqan va ballini o'sha speaking qismi ancha yuqori chiqqan holatlar juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun mana shu qismga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Video davomida ko'p bora ilova haqida gapirib o'tdim. Mana shu ilovadan qanday foydalanish bo'yicha tushuncha berib o'tsam, mana ilovaga kirganimizda ilovani yuklab olish uchun video ostida link qoldiraman agar kim yuklab olmagan bo'lsa. Xo'p, ilovaga kirganimizda mana shu speaking qismi bor. Ana shu speakingga kiramiz va savollarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana part 1, part 2, part 3 va full exam va yozib olingan audiolar qismi bor. Part 1 ni ichiga kiradigan bo'lsak, bu yerda mana 30 ta savol to'plami tuzilgan. Ya'ni
Har bir qismida 10 tadan savol to'plami bor. Xo'p, demak, bu yerda mana savollar hozir menda hammasi ochiq. Ba'zilari o'zi aslida yopiq holatda bo'ladi. 3-dan keyin premium tarifidagi o'quvchilar ko'rishi mumkin. Bu haqda biroz keyinroq albatta. Demak, qarang, demak bu yerda qanday tayyorlanishingiz kerak. Bu yerda faqatgina part 1 savollarini alohida tayyorlab qo'yganmiz. O'quvchi birinchi o'rinda mana shu oson savollarga tayyorlansin degan maqsadda. Ya'ni birdaniga full examga o'tmasdan, balki birinchi part 1 dan tayyorlansin, keyin part 2 ga o'tsin, keyin part 3, keyin full exam shaklida topshirsin degan maqsadda shunday qilganmiz. Mana part 1 ga kirganimizda va hozir ko'ramiz. Bu yerda savollar chiqadi. Misol uchun deylik, mana test 1 ichiga kirganingizda mana shu savollar soni haqida ma'lumot beryapti va eng muhim qismlardan biri mana shu model answer degan joyi. Test topshirishdan oldin maslahat beraman. Birinchi o'rinda model answerlarni o'rganib chiqish. Xo'p, o'quvchilar ko'pincha yodlab olishga harakat qiladi model answerlarni. Bu unchalik yaxshi uslub emas. Model answer bu shunchaki namunaviy javob sifatida berilgan siz uchun. Uni o'rganing va o'zingiz uchun moslashtiring va shunchaki eslab qolishga harakat qiling va ba'zi so'zlarni olishingiz mumkin ushbu berilgan javoblardan. Misol uchun mana please tell me about your best friend degan joydan, misol uchun mana caring person degan joyni olishingiz mumkin. Yoki xo'p, count on her, ya'ni unga doim men tayanishim mumkin. Grateful degan so'zlar. Mana shu so'zlarni olib o'zingizni javobingizni tuzishni tavsiya qilaman. Ya'ni shunchaki yodlab qo'ymang, balki qanaqadir ichidagi so'zlarni olib o'zingizni javobingizga integratsiya qiling. Xo'p, va albatta qolgan savollarning javoblari ham bor. Mana tell me about your country, what do you like to do in your free time va mana rasmli savollar bor bu yerda. Har biriga javob, namunaviy javoblar berib chiqilgan. O'rganib, eslab qolishga harakat qilishingiz mumkin. Aytib o'tdim, yodlab olmang, balki ba'zi bir joylarni eslab qolishga harakat qiling. Xo'p, endi model answerni o'rganib bo'lganingizdan so'ng mana shu boshlash tugmasini bosasiz va sizni imtihon muhitiga demak olib kiradi bu tugma. Hop, mana please tell me about your best friend. Demak, bu yerda vaqt ketyapti, mana 5 sekund o'ylashga va undan keyin mana ovoz yozilyapti, pastda ko'rishingiz mumkin. Hop, pastda ovozlar yozilyapti. Va o'sha xuddi imtihon sekundlariga mos ravishda bu yerda qo'yib chiqilgan sekundlari. Agar misol uchun gapingiz tugab qolgan bo'lsa, keyingi savolga o'tishni bosishingiz mumkin. Hop, va yana 5 sekund odatda kutish, boshlash tugmasini bosamiz. Hop, va savollarga javob berib o'tasiz. Mana rasmli savollar ham bor bu yerda. Hop, va rasmli savollarga ham mana vaqtlar ajratilgan. Hop, va oxirida demak hop, tugatganingizdan so'ng hop, mana shu narsa chiqadi. OKni bosamiz va yozib olingan audiolarga kirsangiz, o'sha yozib olingan holati paydo bo'ladi. Uni eshitib, xatolaringizni to'g'rilashingiz mumkin o'zingiz. Hozircha buni AI baholab berish imkoniyati yo'q. Endi keyingi versiyalarda xudo xolisa buni qo'shamiz. Endi bu part 1 bo'yicha, xuddi shunday part 2 bo'yicha ham ishlashingiz mumkin. Mana speaking qismiga kiramiz, part 2 va bu yerda ham savollar ko'proq. Bu yerda ko'ryapsiz, nisbatan ko'proq part 1 ga nisbatan. Xo'p, va savollarga demak, misol uchun birortasini ochib ko'ramiz. Mana critical decision, unexpected good news va hattoki mana nomlari bilan biz qo'yganmiz bu yerda. Shu savollarga tayyorlanishingiz mumkin. Xo'p, demak, aytaylik, mana model answerni o'rganib chiqishingiz mumkin. Birinchi o'rinda javob berishdan oldin, keyin esa savolga javob berishingiz mumkin. Savol ketyapti, rasmi va uni javobi. Hop, va xuddi shunday boshlash tugmasini bosamiz va xuddi imtihondagidek topshirishimiz mumkin bu yerda. Hop, mana 1 minut o'ylash uchun vaqt beryapti bizga. Hop, o'ylab olganimizdan so'ng o'zi avtomatik ravishda boshlashni bosmasangiz ham o'tadi. Endi agar kimdir ertaroq javob berishni xohlasa, kutishni xohlamasa, boshlashni bosadi va mana 2 minut davomida gapirishingiz kerak bo'ladi va audio yozib boriladi. Okay. Xuddi shunday bu yerda part 3 savollari ham bor. Part 3 ga ham savollar, tushgan savollarni tuzib chiqamiz va eng muhim jihati shundan iboratki, bu shunchaki theoretical savollar emas, balki aynan imtihonda tushgan savollar. Ya'ni sizga ham
qayta tushib qolishi mumkin. Xo'p, bu yerda ham model answer berilgan. Model answerni o'rganib chiqasiz va o'rganib chiqqandan so'ng uni practice qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Xo'p, ya'ni boshlashni bosib xuddi imtihondagidek o'sha 1 daqiqa vaqt va 2 daqiqa vaqt gapirish uchun. Okay. Demak, mana shunaqa imkoniyatlar bor. Xuddi shu aytilgan, hozirgi ko'rsatgan shakllarimizni, ya'ni umumiy full exam shaklida ham topshirishingiz mumkin. Part 1, part 2, part 3 hammasi birgalikda. Xo'p, endi aytib o'tdim, bu premium versiyasida imkoniyatlaringiz ko'proq. Bu yerda 3-dan keyin qulflangan bo'ladi. Agar premium sotib olmagan bo'lsangiz, premium sotib olishingiz ham mumkin va premium sotib olishingiz uchun o'sha premium qismiga kirsangiz, bu yerda o'sha narxlari berilgan bo'ladi va o'zingizga mos tarifni tanlashingiz mumkin. Bu yerda mana kunlar bo'yicha aytaylik, siz 3 kun vaqtingiz qoldi, 3 kun qattiq tayyorgarlik ko'rmoqchisiz, 3 kunlik sotib olishingiz mumkin, 10 kunlik, 1 oylik, 2 oylik sotib olishingiz mumkin. Xo'p, endi deylik, kimdir aytishi mumkin, ustoz, siz o'zingizni ilovangizni reklama qilyapsiz, bu orqali pul ishlamoqchisiz degan fikrlar ham bo'lishi mumkin. To'g'ri, albatta bu ilovani yaratish o'ziga yarasha investitsiya, vaqt, pul talab qilgan. Shuning uchun ham biz premium qismini kiritganmiz. Lekin kimdir agar misol uchun men faqat bepul tayyorlamoqchiman deydigan bo'lsa, o'sha insonlar uchun ham imkoniyat yaratganmiz. Bu yerda faqat maqsad buni ortidan pul ishlash emas, balki ko'pchilik insonlarga foydamiz tegishini xohlaymiz. Endi agar kimdir deylik, men bepul qismdan foydalanmoqchiman desa, mana bu darslar qismida, xo'p, mana bepul o'rganmoqchi bo'lganlar uchun multi-level speaking qismiga kirishni tavsiya qilaman va bu joydan imtihon haqida ma'lumot va testlarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, multi-level exam va mana speaking ozgina o'tkazsam, xuddi shunday imtihondagidek muhit, faqat endi bu yerda video shaklda. What would it be like living in? Xo'p, endi kimdir fayllarga kiradigan bo'lsa, bu yerda o'sha fayllar bo'yicha testlarni javoblari bor va xohlasangiz yuklab olishingiz mumkin. Playlistga kiradigan bo'lsangiz, bu yerda mana har xil videolar berilgan, aynan o'sha mavzular bo'yicha. Xo'p, misol uchun boshqa nimalarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ya'ni bepul tayyorlanmoqchi bo'lsangiz ham imkoniyatlar bor sizda. Okay, endi agar xohlasangiz, albatta sizga tavsiya qilaman mana bu qismidan xuddi imtihondagidek part 1, part 2, part 3 bo'yicha, full exam bo'yicha topshirish. Xo'p, endi video asosan maqsad bu yerda speaking bo'yicha edi. O'zi aslida boshqa qismlarni ham tekshirib chiqishingiz mumkin. Listening bo'yicha testlar bor, reading bo'yicha testlar bor, writing bo'yicha testlar bor. Bemalol ularni ham ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, anchagina testlar bor bu yerda. Va full mock exam topshirish ham mumkin. Xo'p, endi YouTube'dan videolarni topish qiyin bo'lsa, mana shu bepul video darslar orqali ham siz videolarni ko'rib tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana ilova haqida ham gaplashib oldik va mana shu videoni xulosasi o'rnida men aytmoqchimanki, hurmatli o'quvchilar, men mana shu offline darslar davomida, onlayn darslar davomida juda ham ko'p kuzataman shu holatni, mana shu xatoga qayta duch kelaman va mana shu xato sababli ko'plab o'quvchilar o'zini xohlagan ballini ola olmayotganligini ko'rib, mana shu videoni qilishga qaror qildim. Chunki ko'p o'quvchilar aytib o'tyapman, ko'pincha faqatgina listening, reading bilan o'tkazib yuboradi kursni. Va mana shu o'rinda ba'zi bir o'qituvchilarga ham tavsiya, ko'proq shu qismlarga e'tibor beringlar, writingga, speakingga ko'proq urg'u beringlar. To'g'ri, listening, reading ishlash qiziq, o'quvchi uchun qiziq, o'qituvchi uchun osonroq. Lekin bu bizni maqsadga yetaklaydigan ish emas. Ko'proq bizni maqsadimizga erishtiradigan sectionlar bu ana shu demak speaking va writing qismlari va undan qanday qilib foydalanishni men tushuntirib o'tdim videoda. O'ylaymanki, ushbu video sizlar uchun foydali bo'ldi. Albatta, ilovani yuklab olish uchun video ostidagi link orqali download qilib olishingiz mumkin. Hammaga imtihonlarda omadlar tilayman. See you soon. Take care deb qolaman. Goodbye.